Hey! Qo'rqitding, jallat. Shkafdagi erkakka tushunmadim. Sen meni detektivligimni esingdan chiqarib qo'yding shekilli. Uyga kirishimdan oldin ichkaridan har xil ovozlar eshitdim. Ko'chamizga bo'lsa begona mashin parkovka qilingan. Unitazga esa kimdir sachratib siyt tashlabdi. Xo'sh. Shkafdagi erkak kim edi? Sayib bal, yana boshladingizmi? Siz aqldan ozibsiz. Demak, kimligini aytmaysan. Agar shkafni ochishimni xohlasangiz ochib ko'rsataman, lekin keyin bo'lsa sizning ahmoqligingiz oshkor bo'lib qoladi. Nima siz shuni xohlaysizmi? Yo'q. Bo'ldi-da. Agar bu shkafda hech kim bo'lmasa, 3 gacha sanayman. Va shkafga qarab o'q uzaman. Uf, yana o'sha gap. Haqiqatni aytibgina meni to'xtatib qolishing mumkin. Bir, qaynonamni hayoti bilan qasam ichib aytamanki, siz xatolikka yo'l qo'yapsiz. Bu sening oxirgi imkoniyating. 2. Meni yolg'onchiga chiqarishga qanday haddingiz sig'di? 3. Yo'q. Yana hech narsa yo'q. Yana bila. Sizga ovqat tayyorlab qo'ying demaganmidim, oyi? Bu yoqqa keling endi. Hazırlash. Olimlarning aytishicha, agar sen o'rgimchaklardan qo'rqsang, ular yotoqxonangda paydo bo'lib qolishadi. Qiziq. Men Luiza opadan qo'rqaman. Men Munisa opadan qo'rqaman. Men Eva Elfidan qo'rqaman. Men porno aktyor. Bila. Singlim, 3 ta tilagingiz bor, lekin ogohlantiraman. Siz nimani so'rasangiz, eringizga 100 baravarini beraman. Okey, men roziman. Birinchi tilagingizni ayting, singlim. Men aql bovar qilmas darajada chiroyli bo'lib. Singlim, tushunyapsizmi nima bo'lishini? Eringiz pippes chiroyli bo'lib ketib, hatto erkaklar ham sevib qoladi. Bu muhim emas, aytganini qiling, aka. Okey. Ikkinchi tilagingizni ayting, singlim. 10 million dollar pulim bo'lishini xohlayman. Okey, lekin eslatib qo'y, eringiz shotiga $1 milliard tushadi. Hammasi yaxshi. Kassamiz bitta. Okey, endi shotingiz pullarga to'ldi. Uchinchi tilagingizni ayting, singlim. Endi menda kichkinagina yurak xuruji bo'lishini xohlayman. Billah. Ko'plab tadqiqot va izlanishlardan keyin men bir qiziq narsani tushunib yetdim. Dunyodagi boy odamlarning 74% biznesmenlar, 12% investorlar, 8% sportchilar, 4% artistlar ekan. Eng qiziq joyi 1% ham ish xodimlari emas. Shunday ekan, oylik maosh uchun ishlab turib boyib ketishni orzu qilish bu ahmoqlik. Sen shunchaki boshqa bir tadbirkorni biznesi uchun instrumentsan xolos. Boylarning asosiy qismi ishlab chiqaruvchilar, iste'mol qiluvchilar emas. Shunday ekan, o'zingni birinchi biznesingni yo'lga qo'y. Shunchaki boshla. Uzoq reja qilishdan foyda yo'q. Haftasiga 6 kun ishlash bu yashab qolish uchun zarur bo'lgan pulni keltiradi xolos. Sen yashab qolishni tanlaysanmi yoki chinakamiga yashashni? Maktabga kechikyapsan o'g'lim. Yobbana vrot. Uzr, men hech nimani ko'rmadim. Yobbana vrot, ha? Aka, oyim sizni chaqiryapti. Yomma-yo. Ey Jordan, zaryadnigimni ko'tingga tiqibsan-ku. Shokir, nega tayyormassan? Oyi, men kiyinyapman. Bu nima deganing? Men seni onangman. Seni men tuqqanman. Ko'rish mumkin bo'lmagan hamma yeringni ko'rib bo'lganman. Kechikyapsan, ko'tingni qimirlat. Azizam, bugun tushlikka nima yeymiz ekan? Bugun sizga mazali osh qilib beraman. Jiddiy aytyapsanmi? Bu hafta 3 marta osh yedik. Yana qanday osh? Nima qilibdi? Axir men 12 yildan beri bir xil sosiska yeb kelyapman. Hech nonimadim-ku. Azizam, bilasanmi nega erkaklarda ikkita boshi bor? Yo'q, bilmas ekanman. Xo'sh, nega? Birinchi boshi logika va o'ylash uchun va ikkinchi boshi esa maydonni tozalab, urug' ekib, hosil olish uchun.